Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kep to'xtab qayerdan davom qilamiz inshaalloh. U osmo 960 beytken. İbn Malik rahimehullah deydi: "Ve yuksarul madmumu fi cem'i kema yuqalu hi mun inde cem'i in yuqalu hi mun inde cem'i ehyama" deydi. Ve zir qildi, kesir qilindi, zam o'qilishga loyiq bo'lg'uchini. Cemi qilish jarayonicha zam o'qilgan narsamizni zir o'qilindi. Qandaqki deyildi, yimun deyildi da ahyamanın cemisi, ahyaman cemi qanjaqda. Ahyamniki ahyamniki cemisi yimun keldigan da. Xuddi ahmarning humrun, ahmar, masalan qizil yuzlik odam, hamro qizil yuzlik ayol degandek, asvad qartallik kishi, savdo qartallik ayol degandek. Buning o'zida buni jami qilmoqchi bo'lsak, masalan ahmarni humr deydik, asvadni sud deydik, asfarni sopr deydik. Ammo yo'qchu ahyam degani shu, ahyam degani o'zi buni ahyamni o'zini o'yimun degil olmaydi ekanda. Mushuning o'zida mushrike nima qilindi? Zir qilindi bu pishiq qiluvchini. Hani pishiq asli o'yimun bo'lish kerakda, qoida bo'yicha aytganda. Qiyos o'yimun deyish kerak. Jamida qandoq deyildi? Yimun deyildi. Ahyamni jami qanchaqda deydi. Bir shart nima desa, mush turning ayni jami qanchaqda ya bilan mu'tal bo'lgan bo'lsuldi. Ya bilan. Masalan, buning o'zi naqli bo'ldi mana. Himun desak, buningki ayni bu aynicho ya bilan mu'tal bo'ldi. Bu dammini kesir qalb qilindi. Ana qalb ibdal chiqdi bu shu. Zamani kasrga qalb qilindi. Shundan bu ya g'urildi. Nima deb bu hayma masalan himun bayda degan o'xshash. Ahyam himun bayda bidun degandek masalan. Agar u vov qilib qolsa buni bu nima qilmaydi? Bunicho bu yani vavga qalb qilinmaydi. Masalan, muqinning o'zida buningda vav sakin bo'ldi deb qarab turib, buning o'zini qanday qiladiq? Ya'ni nima? Ya sakin bo'ldi deb qarab turib, uni vav qalb qilishyapti. Buning o'zida uning o'xshash bu ya'nicho vav qalb qilmaydiki, bedunni buydun mana deyilmaydi. Bevdun. Masalan, shu heyumun degil bo'lmaydi deydi. Undaqda bir xil jamida bir xil siqrat paydo bo'lib qoldi, tilga bir eg'irlik paydo bo'lib qoldi. Shunday deydi. Xo'sh. Vavana nima? Vavanas dammi ruddal ya mata ul piyala ma piyali ev min qabli ta deydi. Sen qaytug'in yani vav qaytirayotgan deydi. Qaytirvat yani vavga. Andaq bir vav ki nimaga andaq bir yoki damning oqis kelgan yovga bo'lsa u yonicho vaga sen qaytirayotgan deydi. Masalan qandaq deganda masalan qadwa dedik. Qadwa. Masalan ya pilning lemib tushib qopti. Masalan pilning lemib tushibdi. Yoki tay ta'nisdan burun tushib qopti. Yoki pa'lanning ikki ziyatdan burun. Bu üç suratın üçülüsü onun makabısı
mazmun bo'ladi va uni vavga etkish vojib bo'ladi. Masalan, qandaqsa qaduva ar-rajul. Qaduva. Aslisi bu qaduva bu nimeden bu ya buço kadiyedim bu kadiyedim mahus. Kadiye. Bu ya'nın üzüne endi kadiye degenin üzünço kad kaduye degenin üzüne yani kayturup bergen kayturuvatkin yani vavga. Kaduva dep kaduyen üzüne kaduva degen. Andak yaki damның ақсы кен болсын, датның ақсы келді, қадуа десек. Датның ақсы келді. Бұл яның үзіне вау қылып атқан ке, бұл қадуяр рәжулу дегеннің өзі, қадуар рәжулу деп мұныға қалып қылып атқан дейді. Қалып қылыш лазым, вajib дейді. İkincisi, meta ulpiye lame fi'lin ev min qabli ta deydi. Kaçan ki tepilsa bu nemine yani pilinin lemüp tepilip kaptamdı. Pilininki lemüp tepilip to yani fa'aladaki usul salasıki lamның beraber kip kaptı bu nime ya. Bu vaktki nemine ço yanımı vavga yetkvatkin deydi. Mesela nime mermuyetun deptik. Mermuyetun. Mermuyetun deptik de. Deydi o kaçanki tepilgan bolsa o yani ulpiyanın paylı aşağı. Andak bir yağ ki bu o yani piyelinin lemi tepilipti. Yani bilmek naks yağı uptu. Ev min kabli ta'i ya ki tadım burun. Kays tadım burun ketaibanin min rama kemaktura keza iza kesebu'a nasayyara demiş. Mesela ramadın bir kurup çıkan ramadın ço bir kurup onu türlep işte kakıp çıkan şununki ramanınki kurulmasıdın ramanı kurguçidin boğan tavguşaş. Mesela makdura degan qo'shish deydi. Makdura. Masalan, qanday demoqchi bo'lsak, Ramadin bir ismning o'zini qurmoqchi bo'lgan bo'lsak, uni bir turlab ishtiqoq qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, maqdura vaznisida. Endi ekanmiz vaqtda marmuva. Bo'cha rama bo'lgan ekan, yoy bo'lgan ekan, marmuya deb buni turildi. Maqdura vaznisi da bu qanday qiladi? Maqduraga o'xshash deganlikni o'zi maqdura vaznisi-de. Ramadin yani naqs yaydin bo'lgan bir fe'ldan bir maqduraga o'xshash bir ismni turilmoqchi bo'lgan bo'lsak, bino qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, mushning o'zi kelgan yani masalan marmuya deb bundoq kelgan bo'lsa, ash yoning o'zini vavga etkildiki marmuva mana deyildi deydi. Qachoniki tepilgan bo'lsa, u yani pilninki lemuptu, naqsup tepilipti. Yoki taninki tadan burun. Yani ramadin qurg'uchining tasi o'xshash, maqdura o'xshash. Bu vaqtning uzumi bu vavni, bu yani vavga naql qilindiki, mesela marmuya, maqdura. Mandaq kelgan bo'lsa, ramadin bir bino qilsak, bir ismni maqdura vaznida biz u ramadin nima deymiz? Marmuva deymiz. Hargiz marmuya demaymiz. Agar marmuya deb kelib qolsa, uni vaq o'tkilib marmuva deyildi deydi. Shu memga, ikkinchi memninki dammisiga munosib bo'lsin uchun vani kelkilmizda. Yana qilib qolsak, ya mizdan bilan chiqishamay qoladi. O vaqtda marmuva deymiz deydi. Marmuya deyilmaydi o deydi.
Keza iza kesebu'ane seyyara. Şunun okşaş qanda qılındı degende qaçaniki ürse o bani yani bina adam yani şu müştek yani iştiqaqıga adam şu ramadın boğan ramadın türlü çok adam sabuanı okşaş ürse yani paulan veznisi de bir bina qilgan bo'lsa nimedin shu eyni nima buningdiki lamninki pilning lemi e, ya yo'g'on bo'lsa demak naqs ya yo'g'on bo'lsa rama o'xshash bu sabuani o'xshash yurgan bo'lsa shunga o'xshash qachoniki ay bani yurgan bo'lsa u bani u ramadim bo'lgan pilning o'zine sabuani o'xshash yurilgan bo'lsa masalan nim deymiz sabuan paulan mesela ramuan deymiz de ramuan paulan vez geldi ikisi vezneş oldu sabuan ramuan ramadin sabuan o'xshash bir qurilmani bino qilmoqchi bo'lsak u qanday qiladi ramuan bo'ladi hargiz ramuyan bo'lmaydi deydi shu vaqt kelgan masalan yoning uzunimi ramuyan sabuan shaklda kelgan ramuyandaki yoning o'zini vav qalb qilib nim deymiz ramuan deymiz ash yoning o'zini qanday qilindi vaga qaytu deydi ruddal yaa vavan demakchi shu وواونستر الزمز رد اليا متى البيا لا ما فعل او من قبل تا بيت نمز من مشى وإن تكن عينا لبعل وصبا فذاك بالوجهين عنهم يلطى واگر بوغم بوسا عمدنما أشو يا أش يا yani usul salasının ayn duptu faalanın aynin beraberlik kelgan bo'lsa endi o bor nima uchun sifat uchun bo'libdi-da bor va agar bo'lgan bo'lsa u ya ayn bo'lgan bo'lsa pu'la degan bir sifat uchun pu'la husna qub husna dedikda güzel degandek masalan yani şu mana kelgan bo'lsa zayqa kaysa mana kelgan bo'lsa masalan sifat bo'libdi bir narsa sifat pu'la va zikib nima o ama o ya aynı faalanın aynı beraber oldu. Husna emasken husna misal olamayken mesela zayqa debdi. Zayyiq, zaqa, yaziq. Ben amayadaki ya aynı geldi. Faalanın aynı beraber geldi. Eğer bulmaz o ya. Ay faalanın beraber ki aynı gelse pola için bir sıfat için. Pola için vasfen. Yani sıfat için olsa فَذَٰلِكَ بِالْوَجْهَيْنِ اَنْهُمْ يُلْپَ şu tepeludi o serp ölümalardan iki vecihle tepeludi. فَذَٰلِكَ بِالْوَجْهَيْنِ اَنْهُمْ يُلْپَ şu ay pola vezkegen sıfat ki aynı yayi olan bu sıfat iki vecihle tepeludi. Pola vezkegen bolsa mesela bunda da iki veci durusmeş. İkisinden birisi zemmine kesri kalp kılış. İkinci kısım birisi nima dammini kesri kalp kılış aşağıda yağa yarasın için yağ sağlam durus olsun için ikincisi zemmini özbet kaldırıp koyuş yani vaqtda yağını qanday vavga yetkiladi masalan nima diqa kiysa deb mana qilsang bo'ladi deydi mana dayiq keyis dayiq tar demektir. Keyis akılda uşa adam. Zeyqa tar ayal. Artık bedeni yok. Taşkan sunak uruq demek için dayqa. Keysa akıllık ayal, çeçen ayal demek için işkil süper tup dene. Bunu dayiq keyis bulup işkil şu bu yerdeki harp illet dayiq keyis ki ya faaladın aynen beraber kiptu. Bunun ishkvaji dururski buni nima qilmoqchi bo'lsak jami qilmoqchi bo'lsak qanday qilindi deganda bu nima buni endi mush ya kelib qolgan bo'lsa aylub kelib qoldi buni ishkvaji dururski
Bunun ikki vaji durustki, diqa deyishmi durust. Yokichu duqa mam durust edi. Kisa yoki kusa, ziqa kisa, zuqa kusa. Bundaq o'qish durust edi. Pu'la avaz kelgan bo'lsa, ikki vaji durust. İkisining birisi zammini kasrga o'tkirdik buni. Zuyqa, zuqa deganni o'zini qanday qildik? Bu yerda kasrga gapki zivqa bo'ldi. Zivqa. Vaqtda zivqa. Va sakin alzir van yag'ut kvat ziqa bo'ldi. Kisa bunun shundaq. Asl kibsa desak, masalan, va sakin alzir kap. Uni vaga van yag'ut kvat kisa bo'ldi. Ben dammini kasrga qalb qildik. Vaqti bu yag'ut keludiki diqa kisa oldu. Bu mudur? İki vaciden birisi bu. İkinci dammini özpet kaldırışki duqa kusa. Bunda okuş bu mudur? Deydi iki vaciminde. Xoş. Ama faslon deydi. Bu mu fasıl depti ama bu şu ibdalga ait darak bir mezmunliken ne bunu ayrım bir fasıl dep koygan bilen. 75. mevdu bülek faslı. Min lami pa'al lesmen etel vavu bedel. Ya in ketak ve galiben cazal bedel. بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قص ونادرا لا يخفى deydi. Endi bu nim qılındı degende bu vav ne nimedinço yadın bedel kılınıdı. Mesela takva dedik. Takva. Aslisço takva degeni aslisço nime takya. Takya demekçi de bu. Çünkü bu takaytudun ma'huz. Takva degen takaytudun ma'huz. Takaytu bu yayı ecvab yayı demek. Nime naqs yayı taqa takaytu. Onda qo'ygan ekan buni aslisço takya bo'lish kerak. Ammo shu min lami pa'la. Pa'la taqva mana. Pa'laning lemidin bo'lgan keldi masalan keldi vav yadim bedel olup keldi vav yadim bedel olup bir nimeden pa'laning lemidinki bu pa'la ism bo'lgan holatda. Ism bo'lganda ism bo'z boshqa sifat bo'lib qolsa boshqa ekanda. Sifat bo'lib qolsa undaqcho uni nima qilib bo'lmaydi. Ona vavga yadin vavni ibdal qilib bo'lmay qoldi ki. Masalan taqvo dedik. Taqvo mana. Bu pa'la sizningki lemedi keldi bu. Pa'laning lemeki ne usul salasının lemedin isim bo'lib keldi. Keldi bu yerga vav taqvo deki yadim bedel bo'lib keldi de. Galiben ko'pincha mana shunaqa kelib qoldi. Ama ba'zida uning aksi bo'lib qoladi ekanda mandaq nim bo'lmay tabdil qilinmay. Galiben shunaqa keladi ashu bedel deydi. Taqvo o'xshash taqvoni asosiyati eli degandek taqyati. Ay taqyat ya'ni vavga ibdal qiladi. Taqvo bo'ldi. Chunki nima uchun bu taqaytudun ma'xuzi asosiyati bu deydi. Eğer bu endi bu isim bo'lsa dedi. Min lami pi'la ismen atal vavu bedel dedi de isim bo'lsa deb. Eğer sifat olsa bu yani vavga çürgül bo'lmaydi o deydi. Mesela sadiya, xazya degandek. Bunun o'zikicho sadva, xazva degili bo'lmaydi ekanda, ama sifat olganda. Rasvochilik o bu deganlik mazmunda ma bo'lsa xazya deganing o'zi bu sifat. Isim bo'lmagandan keyin bundaqcha nim qilmaydi, ibdal qilib bo'lmaydi deydi. بالعكس جاء لام فعل لا وصفا وكون قص ونادرا لا يخفى. İbdal kılındı, kane yani tegişildi. Bu faaleninki usulü salasının leminin beraber düşken vane kanda kılındı, ibdal kılındı. Kalp nakli kılındı.
u ovchi pu'la uchun tushgan. Masalan, dunyo, ulyo degan o'xshash. Mana mushuni uzdimu, bunichu qanday qilindi deganda, o'sha yerdagi vovning uzini ham yog'it ma'noda, aning aksilan. Yuqorida ya'ni vovga ibdal qantoq. Taqyani taqvo degan to'qana. Ammo uchu deganda vovni, vovi bo'lganni yoyiga, yog'a qalb qilamiz deydi. Dunyo asas bu dunuvdun ma'xuz. Yaqin demaksa dunyo degan ma dunyo. Yashayotgan dunyo. Yaqin. Ya'ni masalan olimul barzax va qaraganda yaqin. Olim oxirat qilganda texim yaqin masalan. Angushish bu dunyo yaqin degandek menda aslisi dunva demakchida bu. Dunva. Chunki aslisi dunuvdun ma'xuz bo'lishga. Olya bu mu shundaq? Aslisi oluv, ustunlik degandek menda. Bu yerdan uzumucho bu yerga vovni qanday qilindi? U yog'a ibdal qilindi da yuqorqina akslan. Akslan keldi pu'laning lemi. Dunyo, ulyo deganing lemi akslan keldi yuqorqina. Sifat olan holatda. Endi va kavnu qusva nadiran la yaxba. Ben qusva deganda nima uchun buni qusya demadan demoqchi buni. Bu sifat oldu ana. Bunun da mı bu lam bulup düştüğü lamның muqabil keldi bu. Qusya demediniz go qusay. Aqsa mesela deganda misli bu misal naqs nim boldu? Naqs yayi oldu. E, nima nima vavi oldu. Ozran. Vavba. Nima uchun buning da hamda bunichu nima qilmadi? Bunu yağ ötkelmedi, kusya değilmedi. Xodu dunva, olvanın özünü dunya, olya dep yağ ötkendek, vavını yağ ötkendek. Bununki vavını mı, nim için bu yağ ötkep kusya demediniz ise, kusvanın nadir ekanligi hech kimga maxfiy emas. Bu nadir ahvol. Kam shaz debdi. Shaz nadirga qoida hukm yo'q deydi. Xo'sh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين